Xabar qilganimizdek 24-28 sentyabr kunlari Toshkentda va Samarqandda an'anaviy Infocom 2007 axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi o'tkaziladi. Uning doirasida media forum, mintaqaviy summit, internet festival, axborot texnologiyalari ko'rgazmasi, geymerlar turniri va boshqa ko'plab tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugun poytaxtimizda haftalik dasturi doirasida tashkil etilgan Osiyoda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishini targ'ib qilish mavzusidagi xalqaro anjumanning boshlanishi oldidan jurnalistlar uchun matbuot konferensiyasi o'tkazildi. Voqea tafsiloti Zulxumor Xo'jayeva lavhasida. Bugun Toshkentda fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish milliy taraqqiyotning ustuvor vazifasi, mamlakat ommaviy axborot vositalari oldida turgan dolzarb vazifalar mavzuida konferensiya o'tkazildi. Mazkur anjuman mamlakatimiz prezidentining O'zbekistonning 16 yillik taraqqiyot yo'li mavzuidagi ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqilgan holda tashkil etildi. Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi bosh kotibi Hamadon To'ra yurtimizga tashrifi davomida turli tashkilot va muassasalarda bo'lib, O'zbekistonda axborot telekommunikatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bo'lgan mehmon mazkur oliy ta'lim maskanida tashkil qilingan yosh dasturchilar markazi faoliyatini ko'zdan kechirib, talabalar iqtidoriga yuqori baho berdi. Tafakkur asri odamlari tomonidan ixtiro qilingan axborot texnologiyalari dunyoning 10 nuqtasida ro'y bergan yangilikni soniyalar ichida sayyoraning bu chekkasida qabul qilish imkonini bermoqda. Kun sayin sohaga yangi texnologiyalar kirib kelyapti. Bugun Toshkentda bo'lib o'tgan simsiz va optik tolali tarmoqlarning yangi avlodi mavzuidagi ikkinchi xalqaro konferensiyada ushbular e'tirof etildi. Qator masalalar va istiqboldagi rejalar muhokama qilingan anjumanda xorijlik ekspertlar O'zbekistonda telekommunikatsiya tizimining izchil rivojlanish sur'ati yaqin orada mobil aloqaning tamomila o'zgacha shaklini yuzaga keltirishi barobarida boshqa imkoniyatlarni ochishini qayd etdilar. Hamkasbimiz Dilshod Nazirovning dasturimizdan o'rin olgan bugungi lavhasida ana shular haqida mulohaza yuritiladi. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda mamlakatimizda 200 dan ziyod internet provayder xizmat ro'yxatdan o'tgan. Ularga ulangan juda ko'plab ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini hisobga olsak, internet tizimi hayotga shiddat bilan kirib kelayotganini tasavvur etish qiyin emas. Eng muhimi, bu axborot asrida aloqa sohasini zamonaviy rivojdan dalolat beradi. Infocom 2007 haftaligi dasturi asosida bugun Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bo'lib o'tgan xalqaro Markaziy Osiyo konferensiyasida olim va tadqiqotchilar hozirgi sharoitda simsiz va optik aloqani birlashtirish hamda shu kabi dolzarb masalalar yuzasidan ma'ruzalar qildilar. Baxtiyor Abdurahimov mavzuni davom ettiradi. Qo'lga kiritilayotgan barcha yutuqlarni ham, zamonaviy sivilizatsiyani ham axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. U hozir hayotning barcha bug'unlariga kirib borgan. Shu boisdan davrimizni axborot asri deb ham ataymiz. Demak, bugun zamonga bo'ylashmoq, tenglar ichra teng bo'lib yurmoq uchun axborot texnologiyalarini hayotga keng tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. Toshkentda hafta davomida tashkil etilgan Infocom 2007 haftaligi doirasida bo'lib o'tgan axborot telekommunikatsiyalariga oid turli uchrashuv, seminar, ko'rgazma va ilmiy amaliy xalqaro konferensiyalar O'zbekistonning bu sohada katta imkoniyatlarga ega ekanligini namoyish qildi. Xorijlik mehmonlar mamlakatimizning ushbu tizimdagi keyingi o'zgarish va yutuqlarini e'tirof etishdi. Haftalikning yakunlovchi 5-yubiley sammitida Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi bosh kotibi Hamadon To'ra ham qatnashdi. Martabali mehmonni Oqsaroyda davlatimiz rahbari Islom Karimov qabul qildi. Prezidentimiz uchrashuvda O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarini kompyuterlashtirish va ularga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish borasida mazkur xalqaro tashkilot bilan samarali hamkorlik qilib kelayotganini ta'kidladi.